Cristiano Ronaldo haqida savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustoz, men bu mavzuni savol berish uchun emas, balki bir xushxabarni sizga va qolgan musulmonlarga yetkazish maqsadida ochdim. Bu Real Madrid yetakchisi Cristiano Ronaldoning Qur'onga bo'lgan munosabati haqida. Madridning Real klubi futbolchisi Mesut O'zilning so'zlariga qaraganda, jamoadoshi Cristiano Ronaldo undan Qur'on o'qishni o'rgatishini so'ragan. Bu haqda Islam.ru sayti xabar bermoqda. O'zining so'zlariga qaraganda, Ronaldo islom dinini qabul qilishi ham mumkin ekan. Shuni ta'kidlash joizki, futbolchi Qur'on oyatlarini juda yoqtirar ekan. Ronaldo mendan doim Qur'onni o'qishni o'rgatishimni so'raydi. U allaqachon arab harflarining ko'pini biladi, deydi O'zil. Uning aytishicha, Ronaldoning Qur'ondagi eng sevimli surasi Al-Fotiha ekan. Ushbu murojaatga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning javoblari. Buni Islom.uzda o'tgan kuni e'lon qilindi. Manba savollar.islom.uz sayti.